Bugun sizlar bilan aksiyalarni sotib olishni o'rganamiz. Через Go Invest yoki multikartdan brokersga portfel ochib 10 ming so'mga aksiyalarni sotib olsangiz bo'ladi. Birinchi u kompaniyalarni yaxshilab o'rganib chiqishingiz kerak. Kelajagi bormi, yo'qmi va bozorni ko'rishingiz kerak. Qanaqa o'sgan, qanaqa tushgan statistikasini ko'rib, o'zingizlar ishongan va o'rganib chiqqan kompaniyalarga pul tiksanglar bo'ladi. O'rganishga, ya'ni обязательно milliard pul tikish. Для начала можно $1-2 tikishni, men masalan 30 ming so'mga sotib oldim aksiyalarni va bir necha soatda уже 300 so'mga ko'paydi. Men Sanoat qurilish bank, Hamkorbank, страховая kompaniya, Uzex bir nechta sotib oldim. O'zim ishongan kompaniyalarni. Sizlar ham boshiga o'rganib ko'rish